2026-yil 28-fevral 1-smena 5-savol. Demak, bizga daraja ko'rinishidagi misol berilgan, buni hisoblang debdi. Shu joyida ishlab qo'ysak ham bo'ladi. Demak, manfiy daraja teskari qiladi. 3/2 ning kubi ko'paytirilgan. Bu endi 1/1875. Buni 1/8dan 7ni minus 1-si desak bo'ladi. Demak, kubga ko'taradigan bo'lsak 27/8 ko'paytirilgan. Bu noto'g'ri kasrga o'tsak 15/8 edi. Demak, minus 1-daraja 8/15 ko'rinishga olib keladi. 8 bilan 8 qisqarsa 27/15. 3ga qisqartiramiz. 9/5 1/5dan 4 bo'ladi. 1/5dan 4 javobi C kaliti bor.